Gününe 300 ming so'm daromad kimga kerak? Har doim demani krasavchik obunachilarga kerak inshaalloh. Bunga sürtmiz. Bunga Xudo xolasa pul topib turasiz inshaalloh. Obunachilar uchun shikolat baqa inshaalloh. Shikolat mashalani to'p ko'pman inshaalloh. Assalomu alaykum bizning hurmatli obunachilarimiz. Salom. Shikolat narxda shunday bir chalisindan matizga turibdi inshaalloh. Baqasam qimmat emas. Xudo xolasa bu videomizda bir chalak bosib qo'yasizlar. Yaqin jigaringizga nima ishlasam ekan, qanday pul topsam ekan degan jigaringizga tashlab qo'yasizlar inshaalloh. Aytganimdek, bunga pul sutish shart emas. Buni o'zi pul topib berasizlar Xudo xolasa. Motorni qarab bulbul saylab turibdi. Maşallah. Gap bo'lishingiz tayyor Matizimiz inshaalloh. 2009-yil roller ham yine gidrolika inshaalloh. Gap bo'lishingiz yengilgina rollari. Maşallah. Mazza qilib berasizlar inshaalloh. Otangiz olib bersangiz ham, o'zingiz haydaysangiz ham mazza qilib berasiz. Xo'p, 65lik metan gazi bor inshaalloh. Metanni solasiz, qachon solsangiz ham yodingizdan chiqib ketadi. Tayyor mashina. Shuni tayyorlab to'xtatasiz, olasiz. Aytganimda bunga pul surtmaysiz. Buni o'zi sizga pul topib beradi metanni solganingizdan keyin. Xo'p, baqasanmi shikant baqa turibdi. Ga bolalarni ham ko'rsadik. Bolalar toza, yumshoq balonda turibdi yine. Magazindan qanday olgan bo'lsa shunday bo'libdi. Yumshoq balonda turibdi. O'zi ham bir chiroyli, Xudo xolasa urilmagan, dürtilmagan, hammaga javob pisandli. Xudo xolasa olasiz, mazza qilib haydaysiz. Inshaalloh qaysi kompaniyaga girsangiz ham Matizlarimiz ishlab turibdi, Matiz Sparklarimiz ishlab turibdi. Inshaalloh kunga 300-350 ming so'm daromad pul ishlab turibdilar Xudo xolasa. Bir 50 ming 60 ming bilan doladi. Qonni o'zingizga, qo'zalingizga ketadi Xudo xolasa. Xo'p, baqasincha so'm bo'lmaydi dedim bo'lsanglar, baqasan bir shikant baqa aytib turibdi. 18 milyon 500 aytilib turibdi. Agar naqd pul bilan kelsangiz ham, yana chiqadigan yeram bor. Bir 18 lira bitib ham qoladi Xudo xolasa. Bunday baqa Xudo xolasa ajoyib mashina. Pisandli, bunga pul surtmaysiz, aytganimdek. Hammasi zakon ishlab turibdi, motorlar ham diniq ishlab turibdi. Moy yemidi, samg'alonisi, chali mashin sizlar nasib etsin inshaalloh. Bir kim olib bersangiz, otingiz olib berasizmi, o'zingiz haydasizmi, bir pisandli mashin Xudo xolasa. Inshaalloh naqd pul bilan kelsangiz gerçekten hammalar chali bu ishlab turibdi. Milliy satsanada milliy diniq mashina top bo'lmadi. Yil ham 2021 o'zi ham diniq, kraskalar ham toza inshaalloh. Gap bo'lishingiz. Yana pakalina metallar ham bor Xudo xolasa. Baqasam bir shikant baqa bo'ladi. Arandan inshaalloh. Ishlar ham bir diniq bir chiroyli bo'lib turibdi. Maşallah. Xo'p, yine mexanika Xudo xolasa bular ekonomik bo'ladi. Obunachilarimiz yaxshi biladi. Ishlab yurgan obunachilarimiz yaxshi biladi buni. Necha yurgan bu ekan bu? 60 ming yurgan hali. Maşallah hadaganimizni bayqab qarab ayda birgan. Kraskalarni bayqab yechini urman 4 bilan to'la borib ayda birgan. Xo'p, metan ham qo'yilgan, pakalina metanini. Maşallah. Yine metan gaz ham bor. 90'lık metan gazı bor. Mashina aytganimizdek diniq chali bo'lib turibdi. Bog'lar ham toza inshaalloh yine. Hech yana rasxod etmaysiz yine. Bog'lar ham toza, diniq turibdi. Rasxod etmaysiz, quri minasiz buni Xudo xolasa. Bunga pul olgandan keyin pul toptirasiz bunga inshaalloh. Agar taksichilik ataman desangiz ham inshaalloh chali mashina. Akangizga yo otangizga olib beraman desangiz ham inshaalloh toza diniq mashina. Xo'p, pulini so'm qo'yib beramiz ekan buni. Buni 122 dan gashib beraman. Naqd pul bo'lsa 119-20 lara bitadi o'zini. Maşallah yine baqasam bir shikolat baqa bo'ldi. Yine diniq mashina Xudo xolasa. Urilman pisantana javob. Mashlarni pisantana javob Xudo xolasa. Gelasiz, xolasangiz tekshirtirib oling ustaga. Moy yemidi, hech qanday rasxoti yo'q. Aytganimdek, mashinani Xudo xolasa kelib yurib olaverasiz. Diniq, kraskalar ham diniq, urilman, chizilman. Aytganimdek, ukam aytganimdek, shunday naqd pul bilan kelsangiz, kelishib berilaveradi Xudo xolasa. Mashinamiz Xudo xolasa kelib meni aldab turibdi inshaalloh. Hech qanday chizilgan qilgan yo'q. 2021 mexanika diniq mashina Xudo xolasa. Ushbu videolarimizga like bosib, yaqin jigarlaringizga tashlab qo'yasizlar. Kelaverasa pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa, shunday chali mashina so'ragan yaqin jigarlaringizga ulashib qo'yasizlar. Xo'p, yo'q, men yangisini olacakman, paketini olaman desanglar, yine paket Cobalt-am bor. Og'a buni yilcha buni 25. Buni yili 2025. So'z Sprite no deyana bu endi. Red light degan. Midlight. Maşallah. Yine bu diskler ham qara diski. Yine. Parlar ham qara, o'zi zavodskiy qara, to'g'rimi? Maşallah. Yine diptiniq mashinalar bular. Oppoq svetinda sizning ko'nglingizda oppoq mashina Xudo xolasa yine. Maşallah hammangizga nasib etsin. Avtomat aytganimda yine diptiniq mashina Xudo xolasa. Paketidan so'rarlar, paket mashina Xudo xolasa inshaalloh. Gap bo'shin, shu Sprite kine. Paket so'rana, paket sal yurgani, sal yurgani. Necha so'm qo'yib beramiz aqa buni? Buni 160 million bo'lsa 160 million Xudo xolasa. Maşallah. Gesanglar Xudo xolasa. Nomeri bilan. Nomeri bilan 160 million so'm nomeri bilan tayyor. Aqa mena kelasizlar Xudo xolasa. Shu Sprite keladi. Yine.
Ajoyib mashina xudo xolasa. Aytganimdek, yana paket desanglar, paket turibdi. Pisandli mashinalar xudo xolasa. Mendan javob toza bo'lgandan keyin toza. O'zimiz og'amizlar xudo xolasa mashinalarga javob inshaalloh. Desanglar, pastini bilan qoldiraman. Paket desanglar, paket. Xudo xolasa yana 2021 sal yurgan desanglar, ümini diniq mashin. Bom paketdan qolishmaydi. Xudo xolasa mashinalarni turi ko'p. Sizlar uchun xudo xolasa izlanishdamiz. Xo'p, yana ham yo men Cobultlarim bor yaxshi. Nexia 3 deyarlar uchun Nexia 3. Buni yilincha 22, kuzupi 23 buni. Eng so'nggi pakalina. Kuzupi 23. Maşallah, maşallah. Xo'p, bolalar ham zo'r, bolalar ham toza samig'lovni. Bolalar ham toza. Sostaniyasi zo'r turibdi yana. Xo'p, ajoyib turibdi yana. Buncha yurgan ekan? 66 ming yurgan. 66 ming yurgan. Mexanika, xudo xolasa savollar ham bir chiroyli. Maşallah, baykab qarab, baykab haydalagan mashin. Yana metallar qo'yilgan. Yana Neçəlik metan bunda şunda bizədə? 80'lik ağa. 80'lik metan qo'yilgan. Klapın düzülmeyen maşında. Umuman kras. Diniq mashin. Diniq. Klassisine javob xudo xolasa, to'g'rimi? Xo'p, yana Qlayni tekshirtiraman maşin. tekshirtirib kelib ko'rib olaversa, Nexia 3ni zo'r. Necha qo'yib beramiz buni? Buni ağa 117 dan kelishib beraman. 110 dan gashib berlar xudo xolasa. Kelaverasizlar xudo xolasa, insofni yemaymiz, eskamiz ham inshaalloh. Ro'za Ramazon oyida inshaalloh kelishilgan narxda skidki bilan xudo xolasa siz quvonganingiz bizani quvonganimiz inshaalloh. Maza qilib kimga sovg'a etsangiz ham xudo xolasa samog'lovni quvonib ketsangiz bo'ldi, rozi bo'lib ketsangiz bo'ldi. Yana kelishib berlar. Nexia 3 so'rallar, Nexia 3. Xo'p, yana ajoyib mashinalar sizlar uchun xudo xolasa. Klassikalarning ham javob diniq mashina. Maşallah, buna minamindi pulchalari bor yana. Maşallah, gap bo'shungan. Bom tayyor Spark yana. Spark so'rallar uchun tayyordan bir Spark qo'ydik yana. Juda ajoyib xudo xolasa. 4 ishkindan menimdi kinobkachalari bor yana. Maşallah, tayyor mashin, mexanika, savollar ham toza turibdi, chiroyli bo'lib turibdi xudo xolasa. Xo'p, metan gazi bor. Mashinamiz ham yilinchadi buni. Mana yilinchadi. 2014-yil. Klassik Vernabenda kosmetika ko'rsatib olaverasizlar xudo xolasa yana. Plan bir o'zi narxida bir chiqinat narx bo'ladi xudo xolasa. Neçalik metan turibdi markasida? 65lik metan gazi turibdi. Hech yerda aybi yo'q. Yana bolalar hammasiniki toza yana. Bolalar ham toza xudo xolasa. Shuni chiroyli Spark so'rgan jigaringizga tashab qo'yasizlar. Xudo xolasa motorlarning ham javob. Tekshirtirib avtoliymi samg'ani. Bunga pul o'tib olgandan keyin xudo xolasa bunga mashinalar pul toptirasizlar xudo xolasa. O'zini pul topib beradigan mashinalar. Spark, Matiz, Cobalt ham mashinalar, o'lmaydigan mashinalar, Legenda mashinalar xudo xolasa. Hammaning pisandina javob xudo xolasa. Pulni necha so'm qo'yib beramiz ekan buni? 54 dan kelishib beraman. 54 milliondan kelishadigan yeri bor. Maşallah, yine 54 milyon deyilib turibdi xudo xolasa. Yine diniq mashin xudo xolasa kelib ko'rib olaverasizlar. Pulchalar ham bor yine. Prosta haydash, olish kerak, haydash kerak. Bu videomiz yana chet eldan ko'radigan obunachilarimiz bor, ya musofirda yurgan obunachilarimiz. Telefondasizlar, ukam kelishib beradi. Og'am ham shunda, ukam ham shunda xudo xolasa sizlar kelishib beradi. Chala mashinalar inshaalloh. Xo'p, Matiz kim edi bu Damas ishqibozlari uchun yana Damas. Maşallah. Xo'p, yine Damas ishqibozlari uchun Damas ham bor yine. Diniqindan Damas xudo xolasa. Yine. Bular ajoyib. Salonni hidini turibdi inshaalloh. Bu buni yilincha buni ekan. Pasporti 23. Ava? 24 buni. 3800 ming tutdi paket. Nomer olingan. Nomer olingan, xo'p. Metanni o'zimiz qo'ydirdik. Toza. Ha, metan ham qo'yilgan, tayyor. Buni haydab ketaveradi buni. Po'yklar döşalgan, tayyor turibdi, metan qo'yilgan, prosta haydash kerak buni. Bolalar ham toza. Bonusidan chexon qo'shib beraman. Maşallah, bonusidan chexol ham bor. Zo'r chexoldan birini. Maşallah, gap bo'shungan. Tayyor mashina, xudo xolasa. Chizilman, qirilman, necha so'm qo'yib beramiz buni? Ağa buni 81 dan kelishib beraman. 81 milliondan kelishiladi. 79 demasa shunday aytaman, 79 demasa chexolni podologini qo'yib beraman. Qaralloh menatda. Maşallah, yine sizlere. Yine xudo xolasa Ro'za Ramazon oyida xudo xolasa chiroyli mashinalar, chiroyli baholarda bo'lib turibdi xudo xolasa. Yine chexollarni ham qo'yib beradi, metani tayyor turibdi, bolalar tayyor. Xudo xolasa sotib olsangiz inshaalloh maza qilib haydaysiz buni. Bo'lgani shu inshaalloh. Damazan bu putapar mashinalardan biri bu. İnşallah xo'jalik bob mashinalar bular. Xo'jalikda birisi bo'lsa, oilaviy maza qilib haydaysiz. O'zi bizning kompaniyadan 14-12 dan ko'p so'raydilar. Damas, yine oilaviy. Hamma sidillar joyida turibdi. Maza qilib haydab bersan, po'klar dushlab turibdi. Bunisidan paketini chexol ham beradi xudo xolasa. Xolasa patologlar ham qo'yib beraman dedi. Diniq mashina xudo xolasa. Shuni ajoyib mashinalar xudo xolasa sizlarni kutib turibdi inshaalloh. Bemalol bog'lanasa pastda nomer. Endi bir matizimiz qolib ketdi-ku buni. Mana bir ko'rsadik obunachilarimizga.
Bu 2014-yil Rabnoy kraska bu. Maşallah, maşallah. Rabnoy kraska 2014 mashina yine. Propan gazda. Propan gazda tayyor turibdi. Arkasına bir necha qarab qo'yib baydi beradi. Xarajat bozorga borganda. He, baga samıqlan bagacı ba. Ava. Yine. Maşallah. Tayyor mashina xudo xolasa. To'laymaydi motor. Abto'lim sentine cevap samıqlanı. Yine. Propanga tena qo'yiladi buni propani? Yo'q, tabiiy ki bagaj nada. Şöyle tena şura metneni zapaski ondan bir yere qo'yiladi bu, ha? Bular propandan chel yuriydi ekan bular. Bu bir sansang bir 10 kilo yodingdan chiqadi. He, shunchalar bir ya 10 pul va xarajatni yuklab ketaverasiz. Propan ham uncha qimmat emas, propanlar ham arzon hozir. Xudolar propanni solib, he, inshaalloh. Metalli desangiz yine bu qora matizimiz bor. Xudo xolasa, propanli desangiz, yili toza bo'lsin desangiz, yine bu shkanat matizimiz bor. Xo'p, buni shundan necha so'm qo'yib beramiz buni? Bunaqa 40 dan geçip beraman buni. 40 milyondan gelişip beradigan yeri bor. İçi taptaza, göğüste, çivol lilo hamma narsasi bor. Maşallah. Tayyor minib ketaveradi. Bunga rasxod etmaydi yerni. So'm qayda yo'q. Balolar ham yana toza. Balolar ham toza yana. Bo'sh balonda, tiniq balonda turibdi yana. Motorlarına javob. Hammilari zo'r, xudo xolasa. Aytganimdek, bu mashinalar rasxod etmaysiz. Xudo xolasa, kelasiz, ko'rasiz. Inshaalloh, pisatli mashinalar. Rasxod etmaysiz, xudo xolasa. Samıqlavni og'anizdan keyin maza qilib haydashingiz kerak. Ro'za Ramazon oyida inshaalloh hammasi nasib etsa, shunday ajoyib mashinalar inshaalloh gelishtirilib qaytib beriladi. Uni insofni yilmaydi. Keyin mashina sotamanda bir galla bor masalan. Xudo xolasa bemalol kelasizlar o'zlaringiz shu şöyle gelsanglar, ukamlar, og'amlar bog'lansanglar, mashinangizni shu chiroyli qo'yib ishga qo'yasizlar, mashinani sotsanglar, bir egasini yetib boradi mashinangiz xudo xolasa. Kim olaman desam, inshaalloh. Pisatli mashinalar prosta kelib tekshirtirib, masalan, pisatli mashina ekkasangiz, biza bir shuni pisatli mashina taklif etib berib bilamiz xudo xolasa. Yine mashinamizni turi bo'lsa, xudo xolasa obunachilarimizga tavsiya qilaman. Bu 2012-yil. Konditsioneri bilan yuradi hozir. Bu konditsioneri bilan bor. Maşallah. Yine. Bu ne sivitadi bu? Qaymoq svet bu. Qaymoq svet. O'zini zavod qo'shaq yana. Mahkam shoh. Hech narsa qo'zg'almaydi. Yine. Tiniq mashina. Maşallah. Bu nima yurib turibdi? Bu propanmi? Hozir benzinda propani bor. He, benzinda. Ha, benzinda hozir. Propani bor. Xo'p. Bahasi necha so'm? Toza. Toza qo'yilgan bo'sh bolalar yana. Yine. Buni bahasini necha so'm qo'yamiz buni? Buni bahasini 32 dan kelishib beraman. 32 dan kelishlar, to'g'rimi? Xarajat yo'q buni. Buna bir xarajati yo'q. Motorlar ham diptini, hech yerda narsa yo'q. May yemaydi. Yo'q. Yursa libo yerine tekshirib, kempul beraversizlar. Maşallah. Yine Matizlar her türlü bak xudo xolasa. Bular pul topar mashin bular. Günde 300 ming, 250, 300, 350 gereklerine 400 ming ham topadi bular. Ekonomik mashin. Shu gazni salasdan mazza qilib ishlaverasiz bu mashinlarda. Yine bizning kompaniyadan ishlab birgalar bor. Bu Matizlarni 3 Matiz go'sh chiqqan. Ava. 3 Matizlarni bir 20 millionni bo'lsa yetar etmasam turaman 1.5 oy. Maşallah. Yine. Xudo xolasa. Şimdi yarım ay durup beraman. Shu kisangizda shu ozroq pul bo'lsam kelavenglar xudo xolasa kelishtirilib qaytib beriladi. Samg'ilani gelsanglar bo'ldi xudo xolasa. Adana bir 6-7 million o'tirib bermaydi. Generalli deviniz sotish huquqi bilan beramiz. Ha, samg'ilani Adana o'tirib rasxod etib bermaydi. 1 million 200 ming so'm bilan sotish huquqi ham o'zlari xohlagan vaqt sotib beradi. 3 yillik devinizda. Maşallah. Yine şimdi neler variantlar ham bor xudo xolasa. Mashinalari bo'lsa olamiz, naqd pula. Ava. Beramiz, xohlasa. Kelaverasa xudo xolasa o'zimizda ish tashkil etildi. Shu xalqimiz uchun shu pisandli bo'ladi. Aldanmaydi xudo xolasa. Kraskalar ko'rilib, mashinangiz bo'lsa ekkanglar, ishida yine satılıb beriladi xudo xolasa. Adresimiz o'zimizni Turkiya bilan Lenin ko'chada yine. Glavni Lenin ko'chamiz yine bizning yine. Yine. Adresimiz Lenin ko'chaning o'zida, yo'lni bo'yinda xudo xolasa kelib mashinani ko'rib, halab olaverasizlar xudo xolasa. Sinab olaverasizlar mashinamizni. Turi bor. Kisangizda cho'son pul bo'lsa ham kelavering, xudo xolasa raziyat kelishiladi. Yine bu yerda yine aholidan chiqadigan yo'l bina bu. O'saysan chiqadi oila to'yxonada oldingi inshaalloh yine. Ne kadar Roşanbek'ni trallerçini üyüne, evakatçını işörde. Xo'p, ümiden nima satırlaştırsa ko'p odam biladi. Anak tarafda sitofoda lenküzden gelaverse server karşıda o'tiladi. Nima satırlash o'tganligi yo'lni bo'yida yana ko'rinib turibdi. Ajoyib mashina. Mashinaning turi bor. Xolos anjina paketi bor, Cobalt'ni 2021 DNK bor, yana Cobalt'ni mexanik klassik toza. Nexia 3 bor DNK yana xudo xolasa.
Spark bam chiroyli shokolad narxda. Kraskisi bormi? Kraskisi bor deb. Samogon ayb aytib borilar xudo xolasa. Soat 9, azangi 9da ofis ochiladi. Kechki 12 ga jo'namiz og'a. Albatta inshaalloh. Maşallah. Uydagilar oilasini podarka edajak bo'lsa kechki 12da olib boradi. Kechki 12 ga ofisimiz ishlaydi. Qalin vaqt kelaversa xudo xolasa. Paket damoz bor, Yo'skamni Matiz bor, 3 ta Matiz bor. Xudo xolasa kelib ko'rib olaverasizlar. Sizlar uchun foydali manfaatli videolarni chiqaramiz. Aytganimizdek, mashinalaringizni aytganglar, ko'ringlar. Xolosanglar barchalar ketinglar inshaalloh. Zavod bo'lsa, omadingizga inshaalloh.